Sayohatimizda kutilmagan o'zgarish, kutilmagan burilish sodir bo'ldi bugun. Xo'sh, mashinamiz yana bir oy Tanzaniya portida qoladigan bo'ldi. Sababi karnetimizni so'rovga fevral oyida tugatgan. Bir pasda 1 yil o'tib ketibdi. O'tgan yili xuddi shunaqa mahalda Gugutga ketib, Gugut izlab yurdik. Xo'sh, hozir Tanzaniya hukumati tamojnisi bu kamida 3 oy bo'lishi kerak edi. So'rovga karnetingizni bir oy qoldirib chiqarmayapti. Har qancha muloqotlar o'rnida boshqa qilsak ham baribir chiqarmayapti. Shuning uchun mashinani qaytarib yuborsakmi orqaga taksi zakaz qilib sayohat qilsammi Afrikani deb o'yladimda, keyin bir to'xtamga keldim. Xullas, karnet olamiz yangisini. Afrikani mashinamizda aylanamiz. Yangi karnet hozir harakatlari boshlandi. Uje o'tgan yilgidan juda katta tajribamiz bor qanday qilib olish bo'yicha. Balki bir oyga ham cho'zilmaydi, 15-20 kunda ham chiqib qolishi mumkin. Xo'sh, endi u karnetimiz chiqqungacha nima qilamiz? Asosiy savol mana shunda to'xtayapti. 15 kun 20 kun masjidida yuraveramizmi aylanib yoki sizlarda qandaydir takliflar bormi? Bo'zg'ani yozib yuboringlarchi, bir maslahat qilaylikchi. 15 kunimizni, balki 20 kunimiz, lekin bir oygacha cho'zilmaydi. Nima qilsak bo'ladi? Bizda yarim kecha va xayr Jidda. Welcome to Madagascar. Biz Madagaskarga uchyapmiz va nihoyat samolyot deyarli 90% ga bo'sh. Mana shu oldindagilar ham o'rindiqlar bo'sh. To'lgani yo'q. Hech kim to'lgani yo'q. Bitta yostiqcha bilan naushnik berishdi. 3 talik emas ekanda joyi. O ana svetni o'chirdi. Endi yuryapmiz, xudo xolasa. Sekin 8 soat uchamiz. Ko'z yumib, massani qo'shib ketaveramiz endi. 8 soat. Registratsiyani o'tib chiqdik. Voy, meni polvonim. O'zi 4dan 5dan odam ushdik. Yo'qchana qarang bu bizni polvonimiz. Ketdik endi shaharga. Aeroporti zamonaviy. Men yarim tunda uchib kelganim uchunmi, hamma yo'q, yopiq. Hech qayer ishlamayapti. Xo'sh, Ulupchivi politsiya. Aytgancha vizalarni bu yerda $10 evaziga qilib berisharkan o'zi tayyor. Viza qilib beradigan ofislar bor ekan qator. Haligi samolyotdan shunday tushganingizdan keyin hali registratsiyaga bormasizdan burun. Tak что kim Madagaskarga kelmoqchi bo'lsa, vizasi bo'lmasa, hech xavotir olmanglar. $10 bor yo'g'i. Shunda to'laysiz, pasportingizni taqqa yopishtirib berishadi. Bu esa avtomat ochiladigan eshiklar. Qani? Welcome to Madagascar. Hola. Jimjit. Itam yo'q. Endi kanishdan yarimgachasiga bo'lgandan keyin shunday bo'ladi-da. Haqiqiy o'sha multfilmdagi gap bo'ldi-da. Qayerga kelib qoldik? Qayerga olib kelding meni desa, tong otsin, barchasini ko'rasiz dedi. O'sha porloq yo'l savxoziga keldik. Tong otsin, barchasini ko'rasizlar. Hozirchalik esa bir bora qilib otelga yetib olsak, bir damda olmasak bo'lmaydi. O'zi ham juda uzoq uchdik, juda ham. Bunaqa tinch aeroportni hech ko'rmagan ekanman. Qalaysan? Yaxshimisan? Aeroport International Antananarivo. Madagaskar aeroportidan chiqdik. Itam yo'q demoqchi edim, lekin it bor. Itam yo'q demoqchi edim. O'rganib qo'ygan ekanman. Yarim kechasi yetib keldim, tashqariga chiqsam bitta ham taksi yo'q edi. Kunduzi odam gavjum bo'lib qolardi. Aeroportda stolida o'tirdim. Tong otdi, mana.
Lekin ko'rib turganlaringizdek, tong bo'lishiga qaramasdan hech kim yo'q. O'sha mashhur o'zimizni gapimizni itam yo'q degan gapni ishlata olmaymiz, chunki it bor. Qansa? Mana it bor lekin. O'zimcha noz qilib, yo sen bo'lmaysan, sen bo'lasan, qanchaga borasan, yo sen ham qimmatsan deb narigi taksilarga o'tib ozroq noz qilaman desam, hech kim yo'q. Iltimos qilib hozir bitta taksi to'xtataman endi mehmonxonagacha. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. Madagaskar haqidagi dastlabki ma'lumotlar. Bu yer Fransiya mustamlakasi bo'lganligi sababli xalq fransuz tilida gaplashadi. Xuddi Jibutiga o'xshab. Jibutida fransuzcha ko'p. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Rol o'ng tomonda. Mana o'ng tomonda harakatlanyapti hamma mashinalar. Qolgan ma'lumotlarni sekin-sekin yetkazishga boshlaymiz. 20 real bizni pulga 60 ming so'm bo'ladi. Thank you very much. Mana bu hotel. Les Flots Blue deganiga keldik. Kalla pishdi. O'zi ham mehmonxonaga kelib bani tashab qotib qolmay. Endi bir tashqariga chiqib, qani Madagaskar qanday, qachon, nima ko'raylik bir. O'zi ham juda uzoq uchdik-da, o'shaning uchun charchab qolgan shekilli. Pastda rosa baqir-chaqir bo'lyapti. Qizim, basim. Bayramku. Mehmonxonani baseyni. Ammas, hozir tushamiz biz ham. Xo'sh, bu mehmonxonamiz oshxonasi ekan. Negadir qorin och. Albatta och bo'ladi, hali zavtrak qilmadik-ku. Bularda yangi yil. Mehmonxona hovlisi. Bu yoqda basseynga chiqadi, terrasaga. Mehmonxonani hovlisi. Ajoyib gullar. Bu esa men. Mana shunday qilib oynadan bitta bunday qilib yaqinlashtirib qo'yadimi hamma o'zini. Xo'sh, daraxtlar ajoyib. Qushlarning ini bor ekan mana. Bu esa mehmonxonaga kirish joyi. Bular Madagaskar avtomobillari. Xo'sh, mana bu mana raqamlari avtomobilda. 1821. Bu esa mehmonxonaga kirish joyi.
reception. Hali to'lovni qilmagandik. Nima qilib qo'yish kerak, to'lovni qilib qo'yish kerak. Suvenirlar magazini. Madagaskarga xos. Endi Madagaskarda birinchi Madagaskar desa, odamni ko'z o'ngida birinchi bo'lib nima keladi? Madagaskar multfilmi qahramonlari keladi. Ya'ni Madagaskar lemurlari, haligi baobab daraxtlari, Madagaskar pingvinlari, o'shalar Madagaskarni eslatadi. Keyin Madagaskar xameleonlari bilan ham mashhur anchagina. Mana o'sha lemurlar, mana o'sha baobab daraxtlari. Mana shularni bemalol xarid qilsak, Madagaskarni eslatib turadi. Sumkalari ham mana lemurlarni nimasi bilan, rasmlari bilan tushirilgan. Baobab daraxtlari tushirilgan. Sumkalarida ham mana ko'ryapsizlar. Madagaskar xaritasi, baobab daraxti, lemur. Asosan shular. Xo'sh. Bu tomonda krokodil, avtomobillar va yana nimadir. O og'irgina bilyard tosh ekan. Xo'sh, zavtriga alohida to'lanar ekan. Qaranglar, bu yerda men 4 kunga to'lov qildim. 4 kunligi 567 ming Ariel bo'ladi pul birligi. Ya'ni biz pulga taxminan 1,5 million so'm bo'ladi. 3 ga ko'paytirasizlarda 1,5 million so'mdan sal oshadi 4 kunga. Demak, har bir kunimizga 390 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi zavtriga nimalar beraylik dedi. Men unisini tanladim, chunki bunisida tuxum bor ekan. Qolganlari hammasi bir qorin to'ymaydigan sharmanda narsalar ekan. 20 mingdan 4 kunga 80 ming mana shunga yana alohida pul to'layapmiz. Ana to'lovni qildik. Qaysi kartadan qilganimizni afsuski ko'rsata olmaymiz. Bu mehmonxonaga kirish joyi, resepsiyonga. Mana bog'ida katta toshbaqa yuribdi. Men toshbaqalarni ko'rish uchun qayerda? Keniyadami? Pul to'lab ko'rdim. Mana yerda mana tekinga ko'rsa bo'lar ekan. Bolasi shekilli buni tog'oraga solib qo'yishibdi. Tog'oraga solib ko'rishibdi. Uzr, toshbaqa, men teginib ko'raman senga, chunki men qiziquvchanman, o'zbekman. Vezuta qilaman shunaqa. Yaxshimisan? Charchamasdan yotibsanmi, shoshilmasdan? Shoshma. Shoshilma qilasan, baribir hali 1000 yil yashaysan. Bu onangmi? Voy. Qo'rqma bolam, bu menman. Qo'rqma bolam. Chiqar kallingni. Mana silasa turar ekan, ko'rdinglarmi? Silasa birinchi kallasi chiqar ekanda, keyin turar ekan mana. Silash kerak ekan turish uchun. Yur. Yetib kel Karamgacha. Karamga kelayotdingmi? Bular baxtli oila ekanda bir. Mana bu yoqda yana bittasi turibdi. Bir jup ekan xullas. Bir jup va tog'oraning ichida bolasi ham bor ekan. Boraver. Bechora Karamga kelayotdi, to'xtab qoldi. Mana bu o'zi palmaga o'xshayapti. Uni tanasiga mana unda mana bolt bilan qotirib, mana maq bilan gultuvek o'rnatgan mana bu gultuvek o'rnatgan, ko'ryapsizlar mana. Va unga gul ekkan. Palmani tanasida har xil o'simliklar o'sha palmani tanasidan oziq olib o'sib yotibdi. Palmani quruq tanasi xunuk turmasin deb shunaqa o't bilan o'rashib yoribdi. O't emas endi gul.
Mana bu yerda aniqroq ko'rinadi. Ko'ryapsizlar. Bu ham bitta ideya. Endi oshxonasiga kiryapmiz ovqatlanishga. Viza kartadan to'lov umuman muammo yo'q. Hozir resepsiyonga ham viza kartadan to'lov qildim, ko'rdinglar. Endi o'tirib choy ichamiz. Bu yerda nimasi bor ekan? Yo'q, unchalik. Mehmonlar kiradigan joyga o'xshamadi. Mana shu yerda biroz joyda o'tiramiz. Pastda basseyni, mana hozir tushib cho'milamiz biz ham. Hozircha mana shu yerga o'tirib bitta choy ichib olaman. Mana bu yer ham yomon emas. Basseynni tomosha qilib o'tiraman ekan. Jumboqlarni rosa yaxshi ko'raman-da. Bu menyusi spagettidan boshqa hech narsaga tushunganim yo'q. Jumboqlarni juda ham yaxshi ko'raman-da. Qaysi birini zakaz qilsangiz ekan. Mana steak deganda ham tushunib qoldim. 30 ming, ya'ni 3 ga o'tirsangiz 90 ming so'm ekan biz pulga. Steak zakaz qilamizmi yoki? Steak de zebu. Zebradan steak demoqchiman. Mana shunisini aytaman. Kokteyllarni ichida men orgazm degani bor ekan. 10 ming real. Ya'ni biz pulga 30 ming. Bu nima ekan bu endi? Xudo biladi. Oddiy choy ayta qoldimki, ishtahani bo'g'maydik. Ayni shu paytda Google переводчик ham ishlamayapti. Chunki hali simkart olishga ulgurmadim-ku. Mehmonxonani Wi-Fi dan foydalanib tarjima qilib olay bularni ovqatlarni desam, svet o'chib qolibdi bularda. Svet yo'q ekan. Hamma aylanma ham dedik. Randomli qilib belgilab zakaz qilib yubordik. Hozir nima ko'tarib keladi endi Xudo biladi. Wow! Yengilidi bombasi. Bularda choynagida qopqoq bo'lmas ekan. Choy sovib turar ekan, qaynagansi. Qopqoq qani buni desam, yo'q, bo'lmaydi bizda deydi. Mazzami? Mana bu choyni o'zi. O'zim damlab olaman ekan. Xonamda ham bir emas ikkita choyni turibdi, ikkalasini ham qopqog'i yo'q. Bular qopqoq bilan urushib qolganmi? Непонятно. Mana keldi. Zebra go'shtidan steak. Zebra halolmidi o'zi? Zebra eshik menimcha to'g'rimi? Bilmayman, boshim qotyapti xullas. Balki zebu degani zebra emas, boshqa narsadir. Bu yovvoyilar xom yeb bergan qo'ygani. Ichi qip-qizil turibdi. Pishmagan ekan ichi. O, Jibutida bir marta yedik-ku. Ha, mali xom go'sht yeb bo'ri o'lganmidi? Yeb ko'raylik xom go'sht. Bismillahirrohmanirrohim. Xom go'sht? Samarqandda kuzatib tursangiz, ko'p turistlar keladi-ku. Oshda vilka deyishadi. Chunki chet elda mana bu guruch rosa rivojlangan-ku, mana. Nima ovqat qilsa ham yoniga guruch qo'yib keladi va bular vilka deydi-da. Butun dunyo bo'yicha vilka deydi. U kelgan turistlar bizdagi oshni ham shunaqangi qaynatilgan guruch deb o'ylaydi. Bu aslida qaynatilgan guruch, xuddi bishtekis bor o'shunday. O'shaning uchun turistlarni ko'rib qolsangiz, mabodo oshda vilka deyayotganini ko'rib qolsangiz, hech ajablanmang. Butun dunyo bo'yicha bular guruchda vilka deyib yurgan qolishgan. Hali ham vilka deyapti. Xitoyga boring, o'sha guruchda cho'p deyishyapti, cho'pda ikkita. De pichoq bilan bo'layotsan, ichidan bunday qonlari chiqib ketyapti. Yana ham xomroq qilib olib kelmabdi-da, ana marab turgan holatida olib kelmabdi-da. O'zim betiga bir shapat urib, o'chirib ovozing deb, sekin bir chekadan yo'rardim.
yangilikni bombasi. Xonamizni konditsioneri ishlamas ekan. Konditsioner ishlashi uchun alohida pul to'lashimiz kerak ekan. Buni shunchaki bir yaramaslik, bir ifloslik deydi-da. Agar bu kunga mana shuni yozib qo'yganda, konditsioner ishlamaydi, televizor ishlamaydi, quruq xonani o'ziga shunaqa qilyapti deb izoh qilib yozib qo'yganda, unday qilib yozib qo'ysa, hech kim bron qilmaydi-da. Hamma bron qilib kelib bo'lgandan keyin, menga o'xshab joylashib bo'lgandan keyin mana bunday konsertlar boshlanadi. Mana bu yerda yozib qo'yibdi mana. Konditsioner uchun alohida, televizor uchun alohida, Wi-Fi uchun alohida, yana bir narsalar uchun hammasi uchun alohida to'lov kerak ekan. Hozir Wi-Fi ulab bersam, bunga ham to'lov so'rayapti. Umuman bu hech qaysi qoidaga to'g'ri kelmaydi. Menga bu qog'ozni ko'rsatyapti. Bu qog'ozni bu yerda mehmonlarga ko'rsatish kerak emas-da. Mana Booking.com degan programmaga shunlarni hammasini yozib qo'yish kerak. Kelayotgan turist avvaldan bilish kerak. U xonada hech qanaqa Wi-Fi yo'qligini, konditsioner, televizor hech narsa ishlamasligini, uning uchun yana alohida to'lov qilish kerakligini bilish kerak. Agar men ular uchun hammasi uchun alohida to'lov qiladigan bo'lsam, hozir 5 yulduzli mehmonxonani shohona haligi xonasida yashaydigan narx kelib chiqadi-da. Undan ko'ra 5 yulduzli mehmonxonada yotib qo'yaverardik. Byudjet qilib arzonroq mehmonxona tanlasak, buni hammasi uchun alohida to'lov so'raydigan bo'lsa, bir ahmoqona dalbayob mehmonxona ekanda unda bular. To'g'ri eshitganman. Zavtrikka to'lov qilmagansan deganini eshitganman. Lekin hozir men xonani $40 olyapman bir kunga. Konditsionerga $15, Wi-Fi ga $15. Bo'yiga $40 bilan jami $70 bo'lyapti har bir kuniga. $70 ga undan ko'ra boshqa gazni solsam, ichida tifali ham bo'ladi, zavtrigi ham bo'ladi. Hali zavtrigi yo'q buning ichida. Zavtrig uchun hali yana alohida to'lash kerak. Bular jinni bo'lyaptimi? Bunaqa mehmonxona men tug'ilganimdan beri birinchi marta ko'rishim. Tug'ilganimdan beri bunaqa gaznisa birinchi marta ko'rishim. Ha mayli, uni buni qo'yinglar. Bayramlaringiz bilan tabriklayman hammalaringiz. Bayramlar muborak bo'lsin, bayramlar. Haq berilmaydi, talab qilib olinadi deganlaridek, hozir ozroq haqqimiz talab qilganimizdan keyin bunaqangi bo'lishi mumkin emas. Booking.comga sen yozib qo'yishing kerak edi, avvaldan ogohlantirishing kerak edi deb huquqlarimni talab qilgandan keyin boshqa xona beryapti, lekin bu xonasida faqatgina konditsioner ishlar ekan, lampochka hech narsa ishlamas ekan. Faqatgina konditsioner ishlayapti, bo'ldi. Boshqa hech narsa ishlamas ekan. Hozir biz mana bu C xona dedim. Endi A xonaga ko'chirishyapti. Bu yerda ishlar ekan konditsioneri. Hozir ko'ramiz, qani tekshirib ko'ramiz. Sochig'imni ko'tarib olganimni qara. Where is condier? No electric here. A raqamli xonani oldik. Xullas, razvedkalarda ishlatib berdi va konditsioner ishlayapti. Xo'sh, mana konditsioner ishlayapti, razvedkalar ishlayapti. Mana shu hech qanaqa pul to'lamadim ichida qilib berishda hozir janjal qilganimdan keyin. Xullas, Wi-Fi ishlagani yo'q, gazi ishlagani yo'q, mayli kerak emas. Wi-Fi ham kerak emas, mayli o'zimning sim kartam bor. O'zi ham to'yib ichib yoradigan voqealar sodir bo'lyapti. Yashasang ko'raverasan deganim ash ekanda, boshga tushsa ko'z ko'raverar ekanda. Madagaskarga kelsanglar, hali sizlardan ham boshlaringizga tushishi mumkin. Albatta menga o'xshab arzon mehmonxona emas, hali qimmat mehmonxona olsangiz balki bunaqa muammo bo'lmas. Balki bu dunyoda yagona mehmonxonadir, shunaqa har bir narsasiga alohida pul so'raydigan. Balki Madagaskardagi aksariyat mehmonxonalar shunday qilar. Bilmadim. Hozirchalik men bittasiga joylashganim uchun bu mehmonxona to'g'risida 2 million % garantiya beraman. Hamma yo'g'iga alohida pul to'laysiz. Madagaskarda yomg'ir boshlandi. Bu hozir olgan yangi xonamiz. Mana joylashib oldim. Derazasidan basseyn ko'rinib turar ekan. Yomg'ir yog'ishini tomosha qilib o'tiribmiz ham. Bitta issiqxona kofe damlab olsak, stresslar chiqib ketadi. Ana to'g'rida yam-yashil hamma joy, tabiat. Zo'r lekin.
Kelganimdan beri yomg'ir ezvordi borku, ezib. Kechayu kunduz 24 soat tinmayapti yomg'ir. Mana tepasidagilari chislo mana 12, 13, 14 mana. Bugun chislo 14-yanvar. 14-yanvardan boshlab toki 8-fevralgacha mana chislo. Bu Madagaskar poytaxti Antananaryudagi nimasi, havo harorati. Kunduz 25, kechasi 18. Ko'ryapsizlar, har kuni yomg'ir. Har kuni. Mana har kuni yomg'ir mana. Faqatgina bir kun mana 19-yanvar kuni, ya'ni bugun 14 bo'lsa, 5 kundan keyin bir kun yomg'irsiz kun bor ekan. Bir kun. Mana 19-yanvar kuni hech qanaqangi yomg'ir yog'mas ekan. Qolgan kunlar hammasi yomg'ir ekan. Demak 19-kuni plajga chiqsak bo'laveradi bemalol.